Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 7. bab. Winston uyg'ondi. Uning ko'zlari butunlay yosh edi. Uningga chirmishib yotgan Julia buni ko'rib, "Nim bo'ldi?" deb so'radi. "Bir tush ko'ribdiman." Gapini boshlabla yana to'xtab qoldi Winston. Buni ifodalash baq qiyin edi. Bu tush uning uyg'onibla kalisiga kirib bir aslama bilan bog'lanishliq edi. U ko'zlarini yumib yana yotdi. U texicha shu tushning ilkida edi. U bakli kang, aniq tush bo'lib, uning butkul hayoti, xuddi yomg'irdan keyingi yoz kechasining manzarasidek uning ko'z oldida yotadi. Bularning hammasi uning aynak qog'oz bosqusi ichida ko'rindi. Uning sirtqi yuzi gumbazsimon, osmonning o'zi edi. Uning ichi ajoyib yo'riq bo'lib, intayin yiroqdagi narsalarni aniq ko'rgili bo'ladi. Bu tush Winstonning onasining belikini ekkan bir harakati ichida yuz bergan edi. Bu dal 30 yildan keyin Winston heliqi kinoda ko'rgan Yahudi ayolning bolasini tik ucharning bombardimonidan qo'g'dash uchun bilaklari bilan bag'riga besib olgan shu harakatiga o'xshash edi. "Bilamsiz," dedi u. "Men ta hozirgacha onamni men o'ldirayotgan deb o'ylaydim." "Nimishqa?" deb so'radi Julia uyquchan. "Men uni o'ldirmadim, jismoniy jihatdan." Winston tushida onasining uningga eng oxirgi beqishini esiga oldi. Uyg'ongandan keyingi bir necha sekund ichida nurg'un ushshaq voqealar asta-asta yig'ilib uning esiga qaytib keldi. Bular dal Winston necha yillardan buyon o'zi maqsadli holda engidan chiqarayotgan aslamalar edi. U aniq vaqtni esiga ololmadi. Ammo bu voqea yuz berganda u yo 10 yo 12 yosh edi. Uning dadasi bu ishdan burunroq yo'qolib ketgan edi. Qanchalik burun ekanligini Winston aniq eslayolmaydi. Ammo u yillarning nihoyat ansizchilik ichida o'tganligi uning aniq esida. Pat-pat bo'lib turadigan havo hujumi, tramvay bekatlarida mudofaalanish, u bu yerdagi döv-döv tosh parchalari, ko'chalarning hamma yeriga chaplangan tushangil bo'lmaydigan shuar, xitobnomalar, o'xshash maykalarni kiyib olgan top-top yoshlar, bolkaxonlarning oldidagi uzun o'chrat, yiroq bir yerlardan anglanadigan miltiq ovozi, yugudak bir narsaning yo'qligi deganlar uning esiga mahkam o'rnab ketgan edi. U boshqa bolalar bilan axlatxonlardan kapuska quloqlarini, baranga sho'piklarini, kulgi puchilib ketgan bolka, uvoq parchalarini izlab yuradiganligini esladi. Shundaqla yana kolining yem hashki besilgan mashinalarning yo'ldan o'tishini saqlab turadiganligini esladi. Bu mashinalar ba'zi o'ng'il-do'ng'il yerlardan o'tganda bir necha tal mayliqdan tushib qoladi. Uning dadasi yo'qolib ketganda onasi unchalik azoblanib ketmadi. Ammo bakli o'zgarib ketdi. Go'yo uning jini chiqib ketgandakli bo'lib qolgan edi. Winston onasining cho'qim yuz berdi deb biladigan ma'lum bir ishni kutayotganligini biladi. U qilishga tegishli hamma ishni qiladi. Tomoq etadi, qochi yuyatdi, uni buni yamaydi, joy salatdi, uy supuradi, o'choq beshini surtadi. U bu ishlarni shunchalik asta qiladiki, xuddi rassomning haykali avtomatik midirlayotgandek bilinadi. Uning qovul, jonliq, harakatchan jismi tabiiyli astilab jimib ketdi. Ba'zida karvatda bir o'tirgancha bir necha soat jimmida o'tirib Winstonning singlisiga qaraydi. Uning singlisi shundoq vijik, unchiqmas edi. O'ruqliqidan yuzi maymunning balasiga o'xshab qolgan edi. Ba'zida Winstonni bag'riga besib, uzungacha hech nima demay o'tirib ketadi. Winston garchi kichik, shaxsiyatchi bo'lsa-mu, onasidagi bu o'zgarishlarning hargiz tilga ilinmaydigan, biroq yuz bermoqchi bo'lgan ma'lum bir ish bilan munosabatlik ekanligini biladi. U o'zir turgan uyni esladi.
u bir qorong'u havo o'tishmaydigan uy bo'lib, oq adyol silingan karvat uyning yerimini olgan edi. Uyda bir dona gaz o'choq va tomoq qo'yadigan bir ishkop bor edi. Uyning sirtidagi lampada boshqa oilalar bilan o'rtaq ishlatadigan bir sopol kir desi bor edi. U onasining o'choq beshida bir narsa pishirman deb egilib turgan qiyofatini, ammo o'zining asosan osh qoldiganligini, tomoq ustidagi qattiq jidal majralarni esladi. U onasiga nemishqa yetgudak tomoq yo'q deb yenish-yenishlab, vaqirab, joqirab uyni beshiga ketdi. U onasiga nemishqa yetgudak tomoq yo'q deb yenish-yenishlab, vaqirab, joqirab uyni beshiga ketdi. U o'zining ovozining qandoq chiqadiganligini eslayolmaydi. Ovozi avval uzilib chiqadi. Ba'zida odam hayron qolgudak darajada unlik chiqib ketadi. Ba'zida u o'ziga taqsim qilingandan jiqroq tomoqqa erishish uchun yolg'ondan nihoyat qiynalib ketgan qiyofatga kirib olib yig'lamsiraydi. Onasi bundoq chog'larda tortishib o'tirmayla uningga jiqroq taqsim qilib beradi. U o'g'il bola bo'lgandan jiqroq yeyish kerak deb o'ylaydi. Ammo onasi qancha ko'p bergansiri Winston yana shuncha talab qiladi. Her vaqtliq tomoqda onasi uningga singlisining kasalligini, jiqroq tomoq yemisi bo'lmaydiganligini, undaq bak shaxsiyatchi bo'lib ketmaslik haqida nasihat qiladi. Biroq buning hech nimaga foydasi bo'lmaydi. Onasi uningga usib berishni to'xtatganda, u ochig'idan vaqirab ketadi va onasining qo'lidagi cho'mishga esiladi. Ba'zida singlisining qochisidan ozroq elib oladi. U bundoq qilsa, onasi va singlisini osh qo'ydiganligini biladi. Ammo o'zini tutib olmaydi. Hatto u men shundoq qilishga tegishlik deb o'ylab qoladi. Qo'zig'idagi bu ochliq uning qilmishining to'g'riligini uning oqlab berdigandek qiladi. Agar onasi to'sib turmasa, u ishkopdagi saqlab qo'yilgan tomoqlarga chang silishdan yonmaydi. Bir kuni shokolad tarqitildi. Shokolad tarqitilib baxmag'ili bir necha oy bo'lib ketgan edi. U bakli kichik shokolad bo'lib, ularga 2 unsiyalik eg'irlik birligi, shu chaqladimi ular unsiya ishiltadi. Bir parchasi tekkan edi. Tabiiyki, ular tang 3ga bo'lib yeyish kerak edi. Ushtum tut Winston xuddi birov o'gitib qo'ygandek, hammasini men yeyman deb vaqirashga boshladi. Onasi uningga undaq oshko'z bo'lmaslikqa nasihat qildi. Lekin asqatmadi. Ular uzoqqa talashdi, vaqirashdi, yig'lashdi. Onasi uni buni va'da qilib baxti. Uning mushtumdak singlisi onasiga maymun bolasidek ching esilganicha yo'g'on ko'zlarini mo'ldirlatib uningga qarab turadi. Oxiri onasi shokoladni 4 parcha qilib, 3 parchasini Winstonga, qolgan 1 parchasini singlisiga berdi. Kichkina qizcha qo'lidagi shokoladni bu nimidu degandek hangiqib qarab turadi. Winston singlisiga bir pas qarab turgandan keyin birdinla singlisining qo'lidagi shokoladni yulib olib, o'zini eshikka otdi. Winston deb vaqirdi onasi Winstonning orqasidan. Shokoladni singlingga ber. Winston to'xtadi, ammo qaytib kelmadi. Onasining ansirgan chiroyi uning ko'z oldida qetib qolgan edi. Winston shu daqiqaning o'zidimi endi yuz bermoqchi bo'lgan, ammo o'zimi bilmaydigan heliq ish to'g'riliq o'ylayotdi. Uning singlisi shokoladdan quruq qolganligini bilib, bechoralik bilan yig'ladi. Onasi uni bag'riga elib, uning beshini ko'ksiga yoqdi. Uning harakati Winstonga singlisining o'lib ketadiganligini uqtirib u shokoladni ching siqimdig'inicha burilibla peshtaxtdan tushib ketdi. Shuningdan keyin u onasini ko'rib baxmadi. U shokoladni yeb bo'lgandan keyin bir xil nomus, o'kinish tuyg'usida ko'chada bir necha soat aylanib yurdi. Oxiri ochliq uni yana uyga qaytarib akeldi. Lekin onasi g'oyib bo'lgan edi. U chaqlarda bu nihoyat normal bir ish bo'lib qolgan edi. Uyda onasi va singlisidan boshqa hamma narsa shu peti edi. Ular hech nimani, hatto onasining paltosini olmagan edi. Hozirgacha u onasining o'lik yo tirikligini bilmaydi.
Бәлкім анысы мәлім әмгек лагерға әвәтіп етілгенді. Sanısı бәлкім Винстонға оқшаш мәлім бір етімханаға апырып етілгенді. Bu ішкі ұрыштың кейін құрылған ерлер болып, ular bu yani qayta o'zgartish markazi deb ataydi. Yoki onasi bilan birga emgak lageriga ilib ketgan va yoki boshqa joylarda o'lib qolgandi. Bu tush uning yonida shunchalik aniq suzuk edi. Bo'libmi onasining singlisini belgi bilan o'rgan harakati. Bu tushning hamma ma'nosini o'z ichiga oladi. Uning kalisi yana 2 oy burunqi yana bir tushiga ketdi. Bu tushida onasi go'yoki uydagi karvatda Winstonning singlisini quchoqlab o'tirgandekla cho'kib ketayotgan bir kema ustida o'tirgan edi. U Winstondan pastda, bakla cho'nqur bir yerda edi. U bag'ansiri cho'kib Winstonga bag'ansiri cho'nqirlashayotgan, qiynaqlashayotgan suvning tegidan qarab turadi. O Juliyaga onasining yo'qolib ketganligini aytib berdi. Juliya ko'zini ochmay, o'rilib texmi rohatrak shaklda aytib oldi-da. O chaqlarda siz rasmiy bir vahshiy hayvon ekansiz. O chaqlarda-ku hamma bolalar shu, dedi iranchimay. Shundoq, ammo buning muhim yeri Juliyaning tiniqidan uning qaytadan uyquga ketganligi bilinib turadi. Winstonning yana onasi to'g'riliq so'zlab bergisi bor edi. Winston onasi haqidagi eslimalaridan uni bir qaltis ayol deb qaramaydi. Aqlliq debmi o'ylamaydi. Ammo u oliyjanob pok ayol edi. Chunki u o'zining prinsiplariga amal qilib yashaydi. Uning his tuyg'ulari o'ziga xos edi. Uni sirtqi omillar o'zgartirmaydi. Uning his tuyg'usiga ta'sir qilmaydigan narsalarni u ma'nisiz deb o'ylamaydi. U birovni yaxshi ko'radi. Uningga hech nima bermasimi, muhabbatini beradi. Oxirgi shokolad yo'q bo'lganda u qizini quchoqlab qolgan edi. Ammo bu quchoqlash hech nimani o'zgartirmaydi. Yanamo ko'proq shokolad paydo qilolmaydi. Qizining yoki o'zining o'limini to'siyolmaydi. Biroq u shundoq qilishim kerak deb o'ylaydi. Kimidagi Yahudi ayolmi, garchi o'q bombalarga qog'ozchilik daldi bo'lamizmi, bolasini bilaklari bilan shundoq quchoqlab to'sib olgan edi. Partiya qilgan eng yomon ish shuki, u sizning moddiy dunyoga bo'lgan kontrollik kuchingizni yo'q qilgandan keyin sizni nuqul hayajon, his tuyg'ularning hech nimaga foydasi yo'qligiga qoyil qilgan edi. Siz partiyaning changiliga tushdingizmi? Bo'ldi. Sizning biror narsani his qilish qilmasligingiz bilan ushbu ishni qilish qilmasligingizning orasida hech qanday farq qolmaydi. Nimani ish yuz bersin, siz yo'qolib ketadingiz. Siz yoki sizning ish izlaringizni belgilab bo'lmaydi. Siz tarix daftaridan pokiza o'chiriladiz. Buningdan 2 avlod ilgirki kishilar uchun bu undaq muhim emas edi. Chunki ular tarixni o'zgartirishni o'ylabmi yurmaydi. Ular faqat bir-biriga bo'lgan ishonch, sadoqat bilan yashaydi. Muhim bo'lgani kishilar orasidagi munosabat edi. Bir ishora, bir quchoqlash, bir yig'a. Sakratdagi odamga tasalli berishning hammasining qimmati bor edi. U ushtumtut yana proletarlarni o'ylab qoldi. Ular hozirmi mushundaq holatni saqlab qolgan edi. Ular yo partiyaga, yo davlatga, yo biror ideyaga sodiq emas edi. Faqat bir-biriga sodiq edi. Uningda umrida tunji qitim proletarlarga nisbatan bir xil hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi. Va ularni faqat kunlarning birida uyg'onib, dunyoni o'zgartiradigan kuchli iborat xolos deb o'ylamadi. Proletarlar odamiylikni saqlab yashayotgan edi. Ularning vujudi undaq qetib ketmagan edi. Ularda insonlarda bo'ladigan eng ibtidoiy tuyg'u texi mavjud edi. Mana hozir Winston atayin tirishchanlik ko'rsatmasa, undaq tuyg'ularga erishamaydi. Shu topda u qilchi munosabatsiz bo'lsa-mu, o'zining bir necha hafta ilgari yo'lda uzilib ketgan bir qo'lni, xuddi bir kapustani tepgandek tepib, avrazga tushirayotganligini esiga oldi. Biz emas, balki proletarlar odamkan,
dedi Winston ünlük avazda. Nemişki şundaq bolmağıdak? Dedi Julia gözlerini içip, o mu uyğanğan idi. Winston birden uyg'ib atdı. Siz biz üçün en yaxşı işning bek kechikishdan burun, bu yerdan chiqqandan keyin bir-birimiz bilan qayta ko'rishmaslik ekanligini o'ylab baqdingizmi? Albatta, sevimligim, o'ylab baqdim. Necha qatim o'ylab baqdim. Ammo men undaq qilolmayman. Endi baribir oqibat o'xshash. Hozirgacha ta'limimiz kelyotidi, ammo uzunga bormaydi. Siz texi yosh. Siz qaramoqqa normal, gunohsiz ko'rinasiz. Siz mendek odamlardan neri tursangiz, yana 50 yil yashay olaysiz. Yo'q, men bularning hammasini o'ylab bo'lgan. Siz nima ish qilsangiz, men sizga ergashaman. Bek tushkunlashib ketmang. Men bir nimalarni qilib tirik qala olayman. Buningga ipim bor. Biz balkim yana yarim yil yoki 1 yil bilib olishimiz mumkin. Uningdan keyin cho'qim ayrilib ketamiz. Bizning qanchalik yolg'izligimizni his qilmadingizmi? Ular bizni tutib olganda hamma ish tugaydi. Hech qaysimiz bir-birimiz uchun hech ish qilib bermaymiz. Agar men topshirsam, sizni etibdi. Agar topshirmasam, o'xshashli sizni etibdi. Mening hech qanday gapim yoki ishim sizning o'limingizni 5 minutmi orqaga tortolmaydi. İkkalamiz bir-birimizning o'lik tirikligini bilmaymiz. Bizning hech nimaga qurbimiz yetmaydi. Qo'limizdan keladigan birdan-bir ish. Gerçi hech nimani o'zgartirmasmi, bir-birimizga osiylik qilmaslik xolos. Masalani topshirishning ishiga kelsak, uni qilishimiz kerak. Buning hech qanday xatosi yo'q. Hammaylar topshiradi. Ular sizni qiyin qistoqqa oladi. Men uni demoqchi emas. Topshirganlik osiylik emas. Sizning deganlaringiz, qilganlaringiz muhim emas. Faqat muhimi tuyg'ularimiz. Agar ular meni sizni yaxshi ko'rishdan to'sib qolsa, mana bu haqiqiy osiylik bo'ladi. Julia azroq o'ylandi. Ular buni qilolmaydi, dedi u oxiri. Bu ular qilolmaydigan birdan-bir ish. Ular sizni har qanday narsani so'ziltalaydi. Ammo sizni uningga ishondirolmaydi. Ular sizning ichingizga kirolmaydi. Shundoq, dedi Winston salpal umidlanib. Shundoq. Bu to'g'ri. Ular ichimizga kirolmaydi. O'zingizning odam ekanligini his qilib tursangizlar, mushuning o'zi arziydi. Hatto u hech qanday bir natija aklanmasimi, siz ularni yengan bo'lasiz. Winston mangu uxlamaydigan ekran to'g'riliq o'ylanib qoldi. Ular sizni kech-kunduz ko'zdalaydi. Ammo siz qo'lingizni sezgir tutsangizlar, ularni yengalaytdingiz. Ular har qancha aqlli bo'lib ketgan taqdirdami, boshqa insonning qo'lisida nima o'ylayotganligini bilmaydi. Balkim ularning qo'liga rasmiy tushib qolganda undaq bo'lmasligi mumkin. Hech kim shafqat ministerligining ichida nimalarning yuz berganligini bilmaydi. Ammo u yerda har xil qiyin qistoq, dora, nerva inkaslaringizni xotirlaydigan uskuna, uzoq uyqusizlik, yolg'izlik va uzildirmay so'roq qilinishlarning bo'lishini qiyos qilib bo'ladi. Ish qilib, paket yo'shirib qilish mumkin emas edi. Sizni so'roq qilib, qiynab, paketga erishish tamamen mumkin. Agar maqsad tirik qilish emas, odamiylikni saqlab qilish bo'lsa, u holda bu nimani o'zgartiradi? Ular sizning tuyg'ularingizni o'zgartirmaydi. Chunki sizmi o'z tuyg'ularingizni o'zgartirmaydingiz. Hatto shunda qilay desangizmi, ular siz degan, qilgan, o'ylagan hamma narsani 5 qo'ldek tepib olsimi? Ammo inson yurkining eng cho'nqur qatlamlaridagi inson o'zimi aniq anqirib bo'lolmaydigan tuyg'uga chiqilanmaydi.